Aka ukalar, endi bitta yuvardik, orqayam bo'ldik, maslahatlarimizni bersak bo'ladi asta. Aka ukalar, mozol haqida aytadigan bo'lsak, endi bu nimadan foyda bo'ladi? Shu hammasi ham shu veterinariya nimada parandachilikda, masalan, sanitariya ahvollari aka ukalar. Mana shundan kelib chiqadi. Qattiq yerda qo'yish, qattiqda qo'yish, baland joydan sakrash, qattiq yerga, xullas kalamda. Ana shu narsalardan bakteriyalardan kelib chiqadi-da, xullas. Kelib chiqishi. Endi buni davolash odam aptekasida rasmini topsam, rasmini qo'yib qo'yaman. Mozolniy plastir degani bor. Mana shuni yaxshilab iliq suv bilan yuvganimizdan keyin, yaxshilab yuvib, iliq suv bilan keyin buni shu mozolni atrofidagi keraksiz, masalan, terilarni kesib tashlash kerak-da, masalan. Ozgina olib, tozalab tashlasak, iliq suv bilan yuvgandan keyin o'zi mulburab tushadi, yibidi. Keyin ana shu mozolniy plastirni tochkasiga bog'lab, yopishtirib, endi moz emas, bu plastir bo'ladi-da bu. Mana shuni masalan tochkani qo'yib turib, ustiga kichkinagina sarafoncha qo'yib, yaxshilab daka bilan bir havo kislorod aylanib turadigan qilib bog'lab qo'ysak yaxshi. Endi bu birinchi varianti. Ikkinchi varianti. O'zimiz oddiy mol yog'ini shu yuqorida aytgandek iliq suv bilan yuvib, yana shu mozolni tozalab, oddiy mol yog'ini masalan ustiga surtib, ozgina qo'lga iladigan darajada ozgina qizdirib olamiz. Kuydirib yubormaymiz. Xullas kalam. Ana keyin surtib shu yana shu kamida shu 10 kun, 15 kun nima qilsak bo'ladi. Boylab qo'ysak bo'ladi. Endi ustiga moyni surkaganimizdan keyin ozgina sarafoncha bilan moyni ustiga, masalan, mozolni ustiga sarafoncha bilan ozgina qo'yib turib, buni ham bog'lab qo'ysak, 3 kundan 4 kundan alishtirib tursak, bu ham samarali. Moy yog'i, qo'y yog'i ham bo'laveradi. Bu endi ikkinchi varianti. Uchinchi varianti, odam aptekasida ixtiyoriy moz degani bor. Ana shu ixtiyoriy moz ham bo'ladi. Vishnevskiy ham bo'ladi. Bular hammasi shu bitirish xususiyatiga ega-da aka ukalar. Shuning uchun ana shu odam foydalansak bo'ladi. Kamida endi bu mozol birdaniga bitmaydi aka ukalar. Nimaga? Sababi buni o'zagigacha borib bitish kerak. Kamida endi bu muolajaga 2 kundan, 3 kundan, shu qaysidan foydalansangiz ham 2 kundan, 3 kundan alishtirib turish kerak-da. Kamida 15 kun bog'lash kerak. Endi kichkina jo'jalarimiz ham bir yoniga borib, buni ham ularni ham bir tomosha qilamiz. Endi aka ukalarimiz telefon qo'ng'iroq orqali nima qildi-da, Farhod yaxshi o'zgarib turibdi, zo'r o'zgarib turibdi jo'jalar. Endi postoyanni kuzatadigan aka ukalarimiz bor, do'stlarimiz bor-da. Jo'jalarni ko'rsatganda zo'r o'zgarib turibdi degan.
nimalar berdilar. Endi men har kun ko'rgandan keyin men ko'zimga ko'p bilinmaydi-da u. Ben ko'zimga ko'rinmaydi. Toysun. Ha, Toysun aka ukalar. Ay yemek koydu bu. Aşkırladı bu. Bu hemen ses toluştu da onu. Aka ukalar, mana shunaqa gaplar mozul haqida ma'lumotlarimiz shular. Bo'lmasam ketdik kichkina jo'jalardan bir tomosha qilaylik. Kichkina jo'jalarimizni aka ukalar chopib qo'yibmiz, tayyor qilib. Bedani hozir ularni setgan ichida o'zini telexranitelari bor. Bedani chopib beramiz da bular. Ha, aka mana jo'jalarimiz bedaga urdi. Bir mahal beda, bir mahal sabzi. Xullas ozgina chesnok, ozgina piyoz. Bu aralash donlardan tashqari aka ukalar. Shu narsalarni yeb yurish kerak har kuni. Aralash donlar, makka yarmalari, bug'doy yarmalari. Bir kun beda, bir mahal beda, bir mahal sabzi, ko'katlar. Xullas kalamda hozir aytib o'taman yana. So'ndirilgan ohak. Men yana o'zimni xulosa chiqaring, mana maydalangan shag'al deyman, o'tin kuli deyman, mana tashlab qo'yibman mana. Ham yerda masalan mana maydalangan shag'al ham bor. So'ndirilgan ohak ham bor mana orasida aka ukalar. Hamma narsasi bor, yetar mana. Mana. Aka ukalar keragini yeb yuraveradi. Shu narsalar обязательно kerak. Endi yana bitta narsa bo'lganda, savollardan endi savollardan kelib chiqib video ishlayman-da aka ukalar. Bitta do'stimiz shu qo'shnimiz jo'jalar birga chiqdi. Men o'zim sotgan jo'jalarim meniki cho'ta, uniki rivojlanib ketgan. Degan meniki pastroq degan nimada bo'ldi-da, endi yaxshi rivojlanib ketishi uchun hamma narsasi yetarli bo'lib, ozgina shu baliq moylaridan ham berib turishni tavsiya qilaman aka ukalar. Bu ham jo'jani tez yaxshi rivojlanishiga hissa qo'shadi. Masalan, veterinar aptekalarida baliq moylari bo'ladi. Iloji bo'lsa bu litrli keladi. Rossiyskidan olsangiz, masalan 10 kilogram don hisobiga 300 gram shu donlarga aralashtirib qo'ysangiz beraverasiz. Aralashtirib beraverasiz. Bu foydali. Shu 60 kunligida qurtlarga, gijjalariga shu e'tiborli bo'lib, shu vitaminlarini ozgina yaylovlarga qo'yib tursangiz, xudo xolasa hammasi chotki bo'ladi aka ukalar. Qiziqqan odamlar uchun endi bu video chiqqandan keyin so'raydi. Jo'jalar sotiladimi? Yo'q, aka ukalar, bular sotuvda yo'q. Bular bu yerda hozir 14 ta qo'yibman. Nimaga? Sababi bundan kuzda sotaman, buni 3-4 tasini olib qolaman-da, qolganini kuzda sotaman buni. Hozirgi kunda qiziqqanlar uchun 1 oylik jo'jalar bor sotuvda. Telefon nomerlarini qo'yaman, aloqaga chiqasizlar. Shu 1 oylik jo'jalarni videosini tashlab beraman. Xudo xolasa yoki bo'lmasa ertagami keyingi videomizda
dalaga qo'yamiz. Kichkina jo'jalarimizni hali birinchi marta dalaga qo'yaman. Shunda tomosha qilib olsangiz bo'ladi. Aka-ukalar, bugungi beradigan ma'lumotlarimiz shular. Sog' salomat bo'lasizlar. Telegram kanalimiz bor, foydali o'ting. Silkasini kommentariyani boshida qo'yaman. Sog' salomat bo'lamiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat.